Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz muhtaram, yaxshimisiz? Va xayr borsiz, sog' salomat. Taglab borsin, xayratchilik bilan sog' bo'ling, salomat bo'ling ustoz muhtaram. Shuna biz bilan duolimiz bor. To inshaalloh shu Ramazonda va xayr 20siga tiket olgan Afg'oniston ketadi va xayr. Oya o'sha nafar ki Afg'oniston tayyorga parvoz qiladi. Oya ro'zani iftor ro'zani yeb kessinmi yo ro'zani olib kelsa yaxshimi? Yeb kessin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة ورثة الأنبياء مجموعة عزيز حرمة برادرlarım, Allohu taolo sizlardan rozi bo'lsin. Ramazon sharifni bir kishi Afg'oniston ketmoqchi ekan. Va ro'zasini ochsinmi yo ochmasinmi? Buni ham men sizga muxtasaran aytib beraman. Tafsilan aytsam yana ham albatta tushunmay qolsangiz yo javobingizni olmay qolasizda. Bu boraga aytsam birodarimiz, ixtiyor o'ziga musofir. Tayyoraga ketadimi, zaminiga ketadimi, oyog'imdan yurib ketadimi safarga, har vasoil bilan ketsa, musofirga ixtiyor berilgan. Musofir muxayyar. Farz ro'zasini ochadi yo tutadi. Ikkoviga ham rivoyat bor. Payg'ambarimiz bir safarga ro'zalarni ochganlar va bir safarga ro'zalarni ochgan emas. Ro'zalarni tutganlar safarga ham. Ammo bu musofirdan soqit bo'lmaydi, ro'zasini ochsa qazosi bor. Valovki bir oy ro'zani tutmayman, bir oy men yo'l yuriyman, safargaman, musofirman deb ro'zasini ochsa ham o'sha bir oy ro'zasini lozim Ramazondan keyin tutadi. Qazosini keltiradi. Agar qazosini keltirmasa, buni ustiga ro'za soqit bo'lmaydi. O'lsa ham, o'lgandan keyin ham agar o'lib qolsa qazosini ado qilmay, ro'zani qazosini ado qilmay o'lib qolsa, boyat buni aqribolari shuning uchun shu o'lgan kishi uchun boyat ro'zasini tutsin joyiga. Bilsaki shu odamning ro'za qazosi bor ekan, qancha ro'za qazosi bor bo'lsa, shuning uchun joyiga ro'zasini tutsin. Nima uchun daynini boshqa birta tirik kishilardan tutsin agar o'lib qolsa ham. Ammo namozga bu gap yo'q. Farz namozga joyiga bironta o'qib bilmaydi, o'lgandan keyin filonchini shuncha qazo namozi qolgan ekan, men buni joyiga farzni o'qiyman desa, bunga rivoyat yo'q. Ammo ro'za tutishlikka farz ro'zani qazosini tutib bilmay o'lgan kishini aqribolari tutib biladi joyiga. Uni ham agar yaxshilik qilsa-da bu aqribolaringiz joyiga tutib biladi. Bo'lmasa faromush qilsa, duo qilmasa, o'lgan kishini haqqini ado qilmasa, yana siz javobini berasiz. Majbursiz, javobini berasiz. Xudo naqosta masalan u kishi musofir kishi o'lib qolgan bo'lsa, buni aqribolari ham joyiga keyin ro'zasini qazosini keltirmasa, mas'ul kim bo'ladi? O'sha o'lgan kishi bo'ladi-da. Baliya qazosini lozim keltiradi, soqit bo'lmaydi. Safardan qaytgandan keyin o'z maskan sukunatiga qaytgandan keyin qazosini ro'zadan keyin tutadi lozim. Qazosini har bir kuniga bir kun ro'za tutadi. Bir oy ro'zasini ochgan bo'lsa, bir oy tutadi. Baliya. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.